Bunaqa hodisalar hayotimda juda ham ko'p bo'lgan. Shu yoshligimda maktabdan boshlangan, bittasidan shu kalta yeganimdan beri boshlangan. Undan keyin institut paytida hamma narsa hayotimni o'zgartirib kelgan. Lekin katta o'zgarishlardan bittasi ham yaqin orada bo'ldi. Shu yaqin 4 yil oldin pandemiyadan keyin men biznesimni tiklashga qaror qildim. Biznesimni boshlayotgan paytim menga akam telefon qilib, ishlaring yaxshi emas ekan, pandemiya payti turizm bo'lmadi. Sen ochilib hamma narsani oldinga bosur, men yordam beraman. Nima kerak bo'lsa spiskasini menga jo'natib yubor, qancha xarajat kerak, nima qilish kerak biznesga degan savol berganlar. Shunda men ishtahali bilan 40-50 ming dollarlik spiskani jo'natib yuborganman akamga. Bo'lib pul keladi degan narsa miyamda. Lekin pul kelmagan. Lekin men biznesim yurib ketgan. Men shu payt shu narsani tushunganman. Birinchisi, odam faqat o'ziga ishonish kerak. Ikkinchisi, ichki xotirjamlik, ichki uverenness bo'lsa agar hech bola to'xtata olmagan odam. Agar ichidan ishonch bo'lsa odamni, ichidan ishonsa, mana men shu payt ishonganman, rostdan shu pul keladi. Men o'xshamasa ham ishim keladi, shu pul hisobiga ish qilaman deb o'ylaganimcha ishim yurib ketgan. Shu ishonganman shu narsaga. O'shaning uchun hech qachon o'zingizga ishonchinglarni yo'qotmanglar, faqat oldinga bosinglar. Sizlar ishonsanglar, oldidagi odamlar ham ishonadi, hamma butun dunyo ishonib ishingiz o'xshab ketadi.